Hurmatli ayollar, byuzgalterni razmerini, poyez razmerini to'g'ri olishni o'rgataymi? Qachon byuzgalteringlar to'g'ri turganini mana bu belgilardan bilib olsanglar bo'ladi. Poyezni kengligi har doim esingizda bo'lsin. Byuzgalterni mana shu poyez ushlab turadi. Hamma o'ylaydiki, mana bu bretelkasi qalin bo'lsin, mana byuzgalterimni ko'kragimni shu ko'taradi. Yo'q, bu noto'g'ri, adashasizlar. Bu bretelka atiga 15% gina og'irligini ko'tarib beradi byuzgalterni. Qolgan 85%ni mana shu poyez ushlaydi. O'shaning uchun mana shu poyezni to'g'ri razmerini o'lchashingiz kerak. Birinchi bo'lib mana shu o'lchaganda bu anaqaga mana polimizga parallel turishi kerak. Ikkinchidan mana bundoq 4 ta barmog'ingiz sig'ishi kerak. Bundan ko'pi уже ko'p. Bir xil ayollar juda ham kattasini tanlab olishadi. U keyin ko'krakni ushlamasdan bu yoqqa osilib ketib, ko'krakni orqasi mana bu byuzgalter orqasi ko'tarilib ketishiga olib keladi. Bu ko'tarilib ketadi nima uchun bilasizlarmi? Bu ko'tara olmaganidan ko'krakni og'irligini pastga osiladi. Demak, ko'kragimizda noto'g'ri joylashib qoladi. Ana o'shaning uchun mana shu kenglikdan ortiqchasi juda noto'g'ri. Shunchagina 4 ta barmog'ingiz sig'sa bo'ldi, o'shani o'zi yetadi. Endi yana bitta belgisi, bretelkani mana shunday tushirganingizda, mana tushirasizlar taqib. Mana bu hozir tushib ketyapti, to'g'rimi? Bu noto'g'ri o'lchangan. Biz o'z zo'rg'a topdik shuni bu manekenimizga. Endi mana shu tursagina, mana sizlarda mana shunday turadi. Bretelkani tashlasanglar, o'sha o'lchovimiz to'g'ri hisoblanadi. Endi bu manekenimiz har holda odam emas. Ana o'shaning uchun bunda juda ham noto'g'ri turibdi. Byuzgalter o'zingizlar ham bilasizlar. Mana mashetlarda byuzgalter taqqanda bo'shliqlar bo'lmasligi kerak. Mana bu yerdan byuzgalterda ko'kraklarimiz qaynab chiqmasligi kerak. Bu xato hisoblanadi. Undan tashqari bretelkani bir xilla mana shu orqasini oxirigacha tushirib olishadi. Bu ham noto'g'ri. Bizani bo'yimizga qarab, bu faqat shu bo'yimizni uzunligi, ko'krakni baland pastligi, mana shu uzunligimizni regulirovka qilish uchungina kerak ayollar. Bu ko'krak ko'tarib turuvchi emas bretelka, esingizda bo'lsin. Endi buni yana mana bu перемычкасы, mana shu o'rtada ikkita ko'krakning o'rtasiga kirib turishi kerak. Bu to'g'ri tanlangan o'lcham bo'ladi. Keyin yana bitta belgisi, byuzgalterni mana shu balandligi to'g'rimi, noto'g'rimi? Kimdir juda ham osiltirib yuboradi, kimdir juda ham tepaga qilib yuboradi ko'krakni. Buni to'g'ri, noto'g'riligini qayerdan bilamiz? Qo'limizdan yelkamizdan tirsagimizga bo'lgan masofani o'rtasida ko'kragimizni uchi joylashishi kerak. Ana o'shanda sizlarning ko'krak balandliginglar to'g'ri hisoblanadi. Bu narsalarni ko'pgina ayol qizlarimiz bilishmaydi. Shuning uchun kerakli odamlarga, bilmagan o'rtoqlaringizga jo'natib qo'yinglar. Bu videoni kerak paytda topib olish uchun sahrangiz qilib, podpisatsiya qilib qo'yinglar.